Assalomu alaykum qadrdonlar, parrandash qimizlari, indo'tkash qimizlari. Mana indo'tkalarimiz 4 ta. Mana shu indo'tkamiz tuxum tug'ishni boshladi. Mana 10 ta bo'ldi, patta tashladi ancha. Yana bir 5-6 ta tuxum tug'ib keyin kurk bo'ladi. Indo'tkalar hokimlar poyanaga tashqariga olib chiqdik. Bularni hozir 2 tasi ag'da nariga oldinga qishki joyda kurk bo'lib qolgandi. O'sha yerda qolgan. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana tovuqlarimiz 2 ta. Bag'da ham bitta tovuqimiz bor. Bu ham kurk bo'lib qolgan. Shu bir kunda ochib chiqardi. Bugun kechgacha ochadimi? Mana jo'jalar. Ular ham katta bo'lib qoldi. Bag'da hamma joyda yuribdi. Ertalabda chiqarib yubordim bularni. Bag'da indo'tkamiz ham bittasi chiqibdi, kurklarni. Har kuni ertalab eshigini ochib qo'yaman, chiqadi. Don beraman, kirib ketadi. Don sochib qo'yadim, chiqibdi. Mana bag'dagi indo'tkamiz. Bunisi ham bu indo'tkam kirib kelyapti. Hozir bag'ga kirganimda tuxumga tegmasin deb kirib kelyapti. Bu indo'tkamizda bo'sh. Bunisida indo'tkamiz tuxumlarini berkitib chiqib ketibdi.